Mana shunday tarzda Bugigan hammaga hujum qiladi. Raqiblari uni oldiga pakanada ko'rinadi. Unga qarshi jangda Ikuha Siminova chiqqan paytda butun tomoshabinlar kuldi, chunki raqiblar orasidagi farq 50 sm edi. 2 daqiqalik passiv harakatdan so'ng yapon raqibi oxirgi oyoqqa hujum qilishga qaror qildi va u juda g'alati tarzda bunga muvaffaq bo'ldi. Bu gnom nima bilan oziqlanishini bilmayman, ammo u gigant Silvani yiqitishga erishdi. Shu qadar katta gabaritli ustunlikka qaramay, Silvan rekordi 2 ta g'alaba va 6 ta mag'lubiyatdan iborat. U 4 marta nokaut bilan yutqazgan va hammasi birinchi raundda sodir bo'lgan. Yapon jangchisi gigantni boshiga qattiq zarbalarni ishlata boshladi va Silva kuchli og'riqqa chiday olmay taslim bo'ldi. Natijada g'alabani yaponlik jangchi qo'lga kiritdi. Do'stlar, bunaqa janglar haqida fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.